Assalomu alaykum qadrli Paradise tinglovchilari. Navbatdagi darsimizni boshlaymiz. 39-mavzu suv o'tlar. Bir hujayrali yashil suv o'tlar. Avvalo bugungi mavzuda bir hujayrali yashil suv o'tlar haqida gaplashishimizni eslatib o'tay. Bu nima degani? Bu yerda xlorella va xlamidamanada yashil suv o'tlar bo'limiga mansub ekanligini shu mavzu nomi asosida bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi fikrlarga o'tamiz, hurmatli o'quvchilar. Suv o'tlar ancha sodda tuzilgan o'simliklar bo'lib, ularning tanasi ildiz poya bargga umuman bo'linmagan. Suv o'tlar orasida bir hujayrali va ko'p hujayrali vakillar mavjud. Tuban o'simliklarning tanasi qattana yoki tallom deb ataladi. Ildiz poya bargga bo'linmagan tana. Qattana yoki tallom deyilganda qanday tanani tushunamiz, hurmatli o'quvchilar? Ularda 3 xil organlar bo'lmaydi. Keling, bularni yozib qo'ysak. Ildiz poya barg, albatta to'qima va organlar hamda plastidalar mavjud emas. Demak, shunday qilib ildiz poya barg, to'qima va organlar hamda plastidalar mavjud emas. Bunday tana qattana yoki tallom deb ataladi. Tuban o'simliklarni suv o'tlar tashkil etadi. Bundan tashqari sistematika darsida lishayniklar ham tuban o'simliklarga kirishini aytgan edik. Suv o'tlar asosan suvda yashaydigan hujayralarda xlorofil donachalarini saqlaydigan, yorug'lik ta'sirida organik moddalarni hosil qiladigan tuban o'simliklar hisoblanadi. Hozirgi vaqtda suv o'tlarining fanga ma'lum bo'lgan 30 mingga yaqin turlari ma'lum. Buni ham albatta eslab qolishimiz zarur. Diqqat qiling, hurmatli o'quvchilar, suv o'tlarining qanday bo'limlari mavjud? Ko'k yashil, bu haqda 9-sinf darsligida albatta to'xtalamiz. Sarg'ish yashil, yashil, qo'ng'ir, qizil hamda sariq suv o'tlari mavjud. Ko'k yashil suv o'tlari haqida albatta boya aytganimdek 9-sinf darsligida tanishamiz. Sarg'ish yashil hamda sariq suv o'tlar haqida ma'lumotlar biologiya darsligimizda mavjud emas, ammo yashil, qo'ng'ir, qizil suv o'tlar haqida bugungi darsimizda albatta to'xtalib o'tamiz. Keling, bu bo'limga mansub o'simliklarni yozib qo'ysak. Dastavval ko'k yashil suv o'tlarga qanday suv o'tlar mansub ekan? Bu bo'limga 3 ta suv o't kiradi: xrokok, nastok hamda oscillatoriya. Endi yashil suv o'tlar bilan tanishib chiqsak. Yashil suv o'tlarga quyidagi suv o'tlar kiradi. Dastavval bir hujayrali suv o'tlarni yozib qo'ysam. Xlorella hamda xlamidamanada. Endi esa ko'p hujayrali yashil suv o'tlarni yozaman. Faqat bunda, hurmatli o'quvchilar, diqqat qiling, ular chuchuk suvda uchraydigan suv o'tlar hisoblanadi. Va nihoyat dengizlarda uchraydigan yashil suv o't bu ulva hisoblanadi. Shunday qilib qaytaraman, yashil suv o'tlar bir hujayrali yashil suv o'tlarga xlorella, xlamidamanada, ko'p hujayrali chuchuk suvda uchraydigan suv o'tlarga 4 ta suv o't kiradi. Bunga Ulatrix, Spiragira, Cladifora, Xara mansub va nihoyat dengizlarda uchraydigan yashil suv o't bu ulva hisoblanadi. Ana endi navbat qo'ng'ir suv o'tlarga. Qo'ng'ir suv o'tlarga mansub bo'lgan yagona misol Yapon laminariyasi hisoblanadi. Navbat qizil suv o'tlarga yetib keldi, hurmatli o'quvchilar. Qizil suv o'tlarga mansub suv o'tlar bular porfira, filofora hamda nemalion hisoblanadi. Shunday qilib barcha ma'lumotlarni takrorlab o'tamiz, hurmatli o'quvchilar. Bu suv o'tlar bilan biz butun biologiya darsligi asosida tanishib boramiz. Shunday qilib ko'k yashil suv o'tlarga xrokok, nastok hamda oscillatoriya kiradi. Bu haqda 9-sinf darsligida to'xtalamiz dedik. Yashil suv o'tlarga xlorella, xlamidamanada, Ulatrix, Spiragira, Cladifora, Xara hamda ulva mansub. Qo'ng'ir suv o'tlarga dengizlarda uchraydigan Yapon laminariyasi, qizil suv o'tlarga esa dengizlarda uchraydigan porfira, filofora hamda nemalion mansub ekan. Albatta bu suv o'tlarni bo'limlari bilan birga yodlashingiz talab etiladi. Keyingi ma'lumotlarga o'taman, hurmatli o'quvchilar. Bu suv o'tlarning hujayralarda xlorofildan tashqari yana bir qancha rang beradigan pigmentlar mavjud. Suv o'tlar suvdan tashqarida ham uchrashi mumkin. Masalan, qayerlarda? Zax tuproqlarda, seram sharoitda o'suvchi daraxtlar po'stlog'ida, to'nkalarda, daryo yoqasidagi toshlar ustida o'suvchi turlar ham mavjud ekan. Suv o'tlar orasida oddiy ko'z bilan deyarli ko'rib bo'lmaydigan bir hujayrali turlari ham mavjud. Keling, bu vakillari bilan tanishib o'tsak. Bir hujayrali suv o'tlar juda mayda, oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan organizmlar hisoblanadi. Lekin ularning to'plamlarini oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin. Buni eslab qolishingiz kerak. Shunday qilib bir hujayrali suv o'tlarning to'plamlarini oddiy ko'z bilan ko'rishimiz mumkin ekan. Yozda ariq, hovuzlarda, uzoq turib qolgan ko'lmak suvlarda yashil suv o'tlarga mansub bo'lgan xlorellani ko'rishimiz mumkin. Xlorellaning koloniyasini gullab qolgan suv ko'rinishida ataladi. Shunday qilib qaytaraman. Yozda ariq, hovuzlarda uzoq turib qolgan ko'lmak suvlarda yashil rangga kiradi va bunday suvni gullab qolgan suv deyiladi. Aslida yashil g'ubor bu mayda yashil suv o'tlar hisoblanib, bunga aynan xlorella sabab bo'lar ekan. Gullab qolgan suvning bir tomchisini buyum oynasiga tomizib, mikroskop ostida qaralsa, bu suvda bir talay mayda tirik xlorelladoshlar oilasiga mansub bo'lgan bir hujayrali suv o't oddiy xlorellani ko'rishimiz mumkin ekan. Shunday qilib, oddiy xlorella xlorelladoshlar oilasiga mansub ekanligini bilishimiz lozim. Bu hujayraning usti qanaqa qobiq bilan qoplangan? Diqqat qiling, usti yupqa va mustahkam qobiq bilan
o'ralgan. Bu ma'lumot biz uchun nihoyatda muhim sanaladi. Bahor va yoz oylarida xlorellaning qobig'i qanday degan savol tushsa, biz yupqa va mustahkam deb javob beramiz. Diqqat qiling, kitobning keyingi qismiga o'taman. Bu joyda xlorellaning kuz kelishi bilan qanday qobiq bilan o'ralishi berilgan. Kuz kelishi bilan xlorella qalin va zich qobiqqa o'ralib, sporaga aylanadi va shu holatda qishlaydi. Shunday qilib, kuz va qish oylarida xlorellaning qobig'i qalin va zich bo'lar ekan, bahor va yozda esa yupqa va mustahkam bo'lar ekan. Keling, buni yozib qo'ysak. Bahor va yozda hamda kuz va qishda. Bahor va yozda uning hujayra qobig'i yupqa va mustahkam bo'ladi. Kuz va qishda esa qalin va zich bo'ladi. Shunday qilib, hurmatli o'quvchilar, mana shu ma'lumotni yaxshilab yodlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyingi ma'lumotlarga o'taman. Hujayra qobig'idan ichkarida boshqa o'simlik hujayrasi bo'lgani kabi sitoplazma va yadro uchraydi. Hujayrada sitoplazma va yadrodan tashqari xlorofil bilan yashil rangga bo'yaladigan xromatoforlar ham bo'ladi. Shunday qilib, hurmatli o'quvchilar, eslab qolishingiz kerak. Tuban o'simliklarda xloroplastlar bo'lmasligini yuqorida qattana va tallom haqida gaplashayotganligimizda aytgan edim. Ularning tanasida xloroplastlar o'rnida xromatoforlar bo'ladi. Xromatofor bu yuksak o'simliklar bargidagi xloroplastlar vazifasini bajaradi. Buni eslab qolishingiz lozim. Yorug'lik ta'sirida xromatoforda suv va karbonat angidriddan kraxmal, oqsil va boshqa organik moddalar hosil bo'ladi. Suvga esa kislorod ajralib chiqadi. Keyingi fikrga diqqat bilan e'tibor bering, nihoyatda muhim fikr hisoblanadi. Xlorella suvni ham, unda erigan karbonat angidrid va mineral tuzlarni ham po'st orqali shimib oladi. Buni esingizdan chiqarmang. Keyingi fikrlarga o'taman, hurmatli o'quvchilar. Xlorella jinsiz, ya'ni hujayralarning bo'linishi bilan ko'payadi. Bunga diqqat qiling. Hujayrasi jinsiz, ya'ni hujayralarning bo'linishi hisobiga ko'payar ekan. Bunda ona hujayra ichidagi tirik qism 4 yoki 8 ta teng bo'lakka bo'linadi. Buni e'tibordan chetda qoldirmang. 4 yoki 8 ta teng bo'lakka bo'linadi. Bu bo'laklarning har biri alohida qobiq bilan o'ralib, mayda hujayrachalarga aylanadi. Ular suvga chiqqanda har biri o'sib, mustaqil yashovchi xlorellaga aylanadi. Endi diqqat qiling, hurmatli o'quvchilar, bu yerda bo'linish usuli bitta hujayradan dastavval 2 ta hujayra, so'ngra shu 2 hujayradan 4 ta hujayra, so'ngra shu 4 ta hujayradan 8 ta hujayra hosil bo'ladi tarzida tushungan bo'lsangiz, bu noto'g'ri tushuncha sanaladi. Chunki bunaqa bo'linish ketma-ket 2 ga bo'linish sanaladi, bu noto'g'ri. Xlorella bunday usulda bo'linmaydi. Xlorellada bu jarayon qanday borar ekan? Diqqat qiling. Hujayrasi bo'linishidan avval aynan yadrosi bir necha teng bo'laklarga bo'linib ketadi. Masalan, 4 yoki 8 ta bo'lakka. Tasavvur qilaylik, xlorella yadrosi 8 ta yadroga bo'linib ketdi. Bunda har bir yadro o'zi sitoplazma va qobiq bilan o'ralib, mustaqil hujayralarga aylanadi. Shundan so'ng, hurmatli o'quvchilar, diqqat qiling. Shundan so'ng xlorellaning qobig'i yorilib, hosil bo'lgan yangi hujayralar suvga chiqadi. Mana shunday ko'payish usuli shizogoniya deb ataladi. Men buni yozib qo'yaman, hurmatli o'quvchilar. Biz bu haqda 9-sinf darsligida to'xtalamiz. Hozircha esa xlorellaning ko'payish usuli shizogoniyadan iborat deb yodlashimiz kerak ekan. Shunday qilib, bunday ko'payish usuli shizogoniya deb atalar ekan. Xlorellaning ko'payish tezligi bilan tanishamiz, hurmatli o'quvchilar. Xlorella juda tez ko'payadi. Bir kecha kunduzda yashagan har bir yosh hujayra ham bo'lina boshlaydi. Shunday qilib, bir sutkada xlorella bo'lina boshlar ekan. Bitta xlorellaning avlodi bir oy ichida ko'payib, bir necha milliontaga yetishi mumkin. Keling, shunga mos savolni ko'rib chiqsak. Masalan, bitta xlorelladan 3 kunda nechta yangi xlorella hosil bo'ladi? Buni yozib qo'yaman. Bunday masalani ishlashning yo'li nihoyatda oson hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, diqqat qiling. Xlorella 3 kun ichida, ya'ni 3 sutkada necha marotaba bo'linadi va qanday usulda bo'linadi? Shizogoniya usulda hujayrasi 4 yoki 8 taga bo'linib ko'payishini biroz oldin gaplashdik. Demak, hujayrasi 4 yoki 8 taga bo'linib ko'payar ekan. 3 sutka ichida xlorella necha marotaba ko'payadi? Boya aytganimizdek, bir kecha kunduzda yashagan har bir xlorella bo'linib ko'payish xususiyatiga ega dedik. Shunday qilib 3 sutkada xlorella 3 marotaba bo'linar ekan. 4-8 ta teng bo'lakka bo'linib ko'payadigan hujayra 3 marotaba bo'linganda qancha hujayra hosil bo'ladi? Xuddi shu usulda aniqlaymiz. 4 ning 3-darajasi, 8 ning 3-darajasi. 4 ning 3-darajasi 4 kara 4 va yana ko'paytirilgan 4. Bu 64 hisoblanadi. 8 ning 3-darajasi 8 kara 8 ko'paytirilgan 8 yana va javob 512. Shunday qilib, bitta xlorelladan 3 sutka davomida
minimum 64 ta, maksimum 512 ta yangi xlorellalar hosil bo'lar ekan. Keyingi ma'lumotlarga diqqat qiling, hurmatli o'quvchilar. Boya aytganimizdek, kuz kelishi bilan xlorella qalin va zich qobiq qo'ralib sporaga aylanadi. Sporaga aylanishini eslab qoling. Bu yerda sista tushunchasi mavjud emas. Sista zoologiyada o'tiladi. Bahor kelib, qulay sharoit tug'ilgach, spora shaklida qishlagan hujayraning oddiy bo'linishi natijasida bir necha xlorella hosil bo'ladi. Shunday qilib, bahorda sporadan bitta xlorella chiqadimi yoki bir nechta xlorella chiqadimi? Bu savolga siz bir nechta xlorella chiqadi deb javob berishingiz kerak bo'ladi. Ular hujayra qobig'ini yorib chiqadi hamda mustaqil hayot kechira boshlaydi. Navbatdagi suv o'tga o'tamiz. Bu xlamidamanadadoshlar oilasiga mansub bo'lgan xlamidamanada hisoblanadi. U ham yashil suv o'tlarga mansub ekanligini aytgan edik. Xlamidamanada qayerlarda uchraydi? Diqqat qiling. U ko'pincha birinchidan iflos va azotli birikmalarga boy suv havzalarida, ikkinchidan ba'zan akvarium devorlarida uchraydi va nihoyat uchinchidan savol javobda berilgan gultuvakning tashqi devorida. Gultuvakning tashqi devorida yashil g'uborni suv sidirib olib, suvga soling hamda bu yerda xlorella bilan xlamidamanadani ko'ring degan joylardan kelib chiqqan holda shu xulosaga keldikki, xlamidamanada 3 ta joyda uchrar ekan. Birinchidan iflos va azotli birikmalarga boy suv havzalarida, ikkinchidan akvarium devorlarida, uchinchidan gultuvakning tashqi devorlarida uchrar ekan. Endi xlamidamanadaning suratiga diqqat qiling, hurmatli o'quvchilar. Xlamidamanadaning qizil dog' ko'zchasi mavjud. Buni 3-suratda ko'rib turibsiz. Hamda ikkita xifchini mavjud. Buni ham bilishingiz kerak va xifchinlarning asosida qisqaruvchi vakuolasi mavjud ekan. Ko'zchasi, xifchini hamda qisqaruvchi vakuolasi haqida kerakli fikrlar mavjud ekan. Buni eslab qolishimiz kerak. Ya'ni ko'zchasi qizil rangda ekanligini bilishingiz kerak, xifchini ikkita ekanligini bilishingiz kerak, qisqaruvchi vakuolasi esa xifchinlarning asosida joylashganligini bilishimiz kerak. Qobiq, yadro hamda xromatofor xlorellada ham mavjud, shuning uchun ham unga ortiqcha to'xtalib o'tirmaymiz. Ana endi, hurmatli o'quvchilar, 5-sinf biologiya darsligida xuddi shu suv o'tlar mavzusida qanday fikrlar bor edi, shuni takrorlab olsak. Xlorellaning eng muhim fikri bu qanaqa fikr edi? Diqqat qiling, bu yerda kosachasimon xromatofor mavjud ekanligini eslatib o'tmoqchiman. Yana bir muhim fikr, oqsilga boy bo'lganligi sababli chorva mollari uchun ozuqa sifatida ishlatilishini ham eslab o'tishimiz lozim bo'ladi. Keyingi fikrlarga diqqat qiling, hurmatli o'quvchilar. Xlamidamanada yadro qisqaruvchi vakuolaga ega bo'lgan yashil suv o't. Qizil ko'zchasi yorug'likni sezadi. Bu xususiyatni eslab qoling. Xifchinlar yordamida yorug'likka qarab harakatlanadi. Xifchinlarga qarab yorug'likka qarab harakat qilish jarayonini fototaksis deb atagan edik. Va nihoyat xlamidamanada ham xromatofor kosachasimon shaklda bo'lishini eslatib o'tmoqchiman, hurmatli o'quvchilar. Va nihoyat so'nggi ma'lumot, bu suv o'tlardan ifloslangan suv havzalarini tozalashda foydalaniladi. Buni eslab qolishimiz zarur ekan. Shunday qilib, hurmatli o'quvchilar, bugungi bir hujayrali suv o'tlar mavzusi yakuniga yetdi. Mavzu asosida tayyorlangan testlarni ishlab bilmingizni mustahkamlab boring va 40-mavzu ko'p hujayrali yashil suv o'tlar mavzusiga tayyorlanishni unutmang.